Hozirgi sportsmen akalarni, ukalarni kuyib pishib gapirayotgan gapi to'g'ri. Hozirgi ba'zi bir erkaklarni testosteron juda pasayib ketyapti. Mana yaqinda bir to'yda bir joyda o'tirib qoldik. Ba'zimda shu dasturxon atrofida o'tirgan bitta erkak kishi cho'ntagiga kampir shokolad solyapti. Yana eng yaxshilarini, eng saralarni terib solyapti. Ha desak, uyda qizim borda, uyga borsam, dada shokolad olib kelmadingizmi deb so'raydi-da, deyapti. Kichkinaligimizda bizni buvilarimiz olib kelardi, kampir, shokoladlar olib kelardi, lekin to'g'ri. Endi u payt ayollarga yarashardi-da. Ayniqsa kampir kishi, mo'may kishilarga yarashardi-da bu narsa. Hozir kap-katta erkak kishilar qilyapti. Uyalmaydi.